Farina. Shu ikkinchi uyimizda ya, shu joy. Bugun ham shu yerda ko'rsatib olamiz. Ha? Lekin menimcha shu muxlislarimiz ham kutishadi, aynan shu yerda intervyu qilishimiz bor-ku. Men ko'rsatib boshlaymiz ham. Chunki zo'r suhbatlar chiqadi-da. Shuning uchun ham chorlayveradi bu bozor bizdan. Men qayerga borsam o'sha joy kayfiyat ko'tarilib ketyapti, Farina. Shu uyga borsam lekin uydagilar asab buzilyapti, nimagadir. Kech boryapman-da 200 ta. Rasmi xatoni har doim o'zingdan topgin deyishgan. Bilaman, men xatoyim siz bilan yomon turganimdan hozir. Sen ketman bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Bo'lmasa chiqib keting. Bo'lmasa chiqib keting. Assalomu alaykum, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni ashaddiy muxlislari. Qaraysizlar, salomatmisizlar? Qizlar, привет. Kayfiyatinglar zo'rmi? Chorsiga keldim, ko'rgani kelinglar, Chorsidaman. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Ekranda Farina va Abbos Kamtarbek. Biz ko'rsatuvni boshlaymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Biz bilan birga bo'ling. Xo'sh, men meva bozoridan ketaman. Siz mamta o dehqonchalardan keting. O'ylab ko'raman. Marhamat.